Barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan Efus Power kanali. Xo'sh do'stlar, bugungi videomizda sizlar bilan birgalikda previewdan ham ko'rgan bo'lsanglar kerak videoni obloshkasi deydi ruschasiga, короче. Men bu Robert Lewandowskini sinab o'tamiz akalar. Bugungi videomizda albatta chiroyli gollar kutib qolasizlar degan umiddaman va men buni amalga oshirishga harakat qilaman. Va bu yerda statistikasini ko'rsatib o'tib ketaman. Hozir birinchi o'rinda qaranglar. Охотник за голами Rejishugli ekan. Tak 94 umeniya ataka. 94 ham bo'ladimi? Realizatsiyasini past qo'yibdilar. Finishing deydi inglizchasiga. Realizatsiyasini past tashlabdi. Ana nemgerlar. Marazda double touch ham qo'shmaganda bunga. Короче, tezligiga keladigan bo'lsak, endi bu yoshiga bu tezlik normalmi? Nima deysizlar shunga? Kommentariyada yozib ketsangiz bo'ladi. Tak. Gavdasi bilan balansi dahshat, sakrashlari zo'r akalar. Men bu kreativ va ataki men maraz qarayman. Umeniya varatar qo'shilgan. Umeniya varatar. Shunaqa ham bo'ladimi? Umeniya varatar ham bo'ladi. Tak. Дальний подкрутка bor, qaranglar. Игра головой, дальний удар, акробатика, игра пятка, удар без подработка, скоростной удар, феноменал финиш. Если что, madoslar akalar bu. Короче. Shunaqa. Подкрутка shvedka ham bor. Statitni penalti ham bor ekan, короче. Удар с наклевом. Верхний главный sarmay o'zim qo'shdim endi bu. Maraz kanami. Mana shu tarkibda o'ynaymiz akalar. Если что, sizlar bilan o'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar kerak. Challenge boshlaganman. Masalan, obunachilar bilan match. Agar kim obunachim, masalan, meni obunachim bo'lsa, kim o'sha match o'ynamoqchi bo'lsa, mana shu kommentga o'zlari Telegram niklari yozib ketinglar. O'shanda birga bir o'zim tanlab, random orqali tanlayman. Shunaqa akalar. Let's go! Bo'lmasa matchga akalar. Bizda raqib topildi akalar. Raqibni ko'rgan bo'lsanglar, Arsenalni fanati ekan, короче. Arsenal fanati va biz O'zbekiston fanatimiz. Aytmoqchi, Fabrizio Romanoning gaplarini eshitdilar. Fabio Cannavaro, mana Maras bizning yangi murabbiyimiz bo'ldi akalar. Oxirgi 6 ta o'yinida 6 ta mag'lubiyatga uchragan murabbiy bizga yangi murabbiy bo'ldi akalar. Bunga qanday baho berasizlar? Sizlar qani bir ko'ringlarchi. Sizlar baholaringizni bir ko'rak. Futbolshunos olimlarning bir kommentda o'qib chiqaychi nima bo'lar ekan. Qani yozinglarchi, yozinglar. Ko'rakchi bu. Shuta bu O'zbekiston nima qilyapti bilmayman akalar. Bu Temur Kapadjani o'zi qosa bo'lardi, afsusdan ko'rach. O'zi qosa bo'lardi. O'zini qoldirmadi-da bu. Marras. Men raqibni qaranglar, raqib bo'p o'yinga aytamiz akalar. Dembeleni tushirib olgan, mana Marras Dembeleni tushirib qaranglar. Voy-go, kamandan. O'zbekiston murabbiyi ham bor ekan, Cannavaro. Yana kim bor ekan bu yerda? Steven Gerrardni apisiga qo'yib. Nima qilaman? Bizda Lewandowski bor. Va bizda match boshlandi akalar. Va men nima deydi, g'alabashunos olim Efus Power matchni boshlab beraman. Let's go. Orqaroq o'tiraman. Nega o'tirasiz orqaroq desalaring? Qulayda. Ketto Kamavinga, Rodri. Erling Haalanddan pas. Pastga. Biz Beckhamga qaytarmoqchi edik. Lekin bu yerda O'zbekistonning murabbiyi Zashtaga turib beradi akalar. Ana O'zbekiston murabbiyi bu yerda Zashta ham qilolmaydi. Mana bu. Shunaqa emasmi? Hop. Pastga. Pasmi shu akalar? Shu pasmi hozir? Hell no. Shu ham o'yinda endi, to'g'rimi? Mayli. Biz chekinmaymiz. Biz
chekinmaymiz. Va bu yerda Lewandowskiga pas tashladik, o'xshamadi. Tak, Beckham. David Beckham o'ziga pas bermoqchi edik, lekin Lewandowski ochiq ekan. Lewandowskidan ajoyib uzatma! Qanday gol bo'ldi? Ko'rlaringmi? Bu cho'tki pas tashlar ekan-a? Jinni bola ekan bu, deydi. Kim bor bu yerda endi? Qaysi itdan amal? Meni aytmaymiz akalar, afsus. Yana tepada. Hozir bu Kanavara kelib qolasan, yaxshi. To'xta. Davay Lewandowski yana bitta pas berishini kutamiz va pas qaranglar. Marazmchi zo'r pas tashlaydi bu. Bu fenomenal finishmi? Fenomenal pasmi bu? Tak. Aha, davay Shevchenko. Shevchenkani anaqa variant ekan, sekin variant ekan. Voy, mana bu patkatni zo'r qilib qo'ygan, mana shu e-futbolda bor-ku, e-futbolda dahshat qilib qo'ygan. Nima deyapsanlar? Rep bo'lib ketdimi? Nima qilib qaranglar, ugul tashlashni qaranglar. Ugulni etini tashlayman. Qora Lewandowski! Yoy, bulet qidirmi bu yo fenomenal pasmi bu? Fenomenal finish emasda aniq shuni bilaman. Tepaga kontrollar ham qaranglar, zo'rda buni. Golda ham bormi? Bunda. Golda ham bor ekan. Voy, tepish kerak edi bu. Fenomenal finish edi, esdan chiqib ketdi. Fenomenal pas deb o'tiribmiz biz. Tak. Bu yoqqa. Oy, voy, Neymar Chicharito. Shimpanzeni o'rta osonda bormi? Tak. Yo'q. Fenomenal finish bu akalar. Fenomenal finish. Qani. Nima qilasan? Raqibda bir mahoratingni ko'rsat bizga raqib. To'xta, yo'q bu yoqqa. Davay, shu Lewandowski qarchi. Odamni adashtirib beradi, men bularni. To'xta bu yoqqa. Opa! Davay, pas ber. Ber pas, to'xta. Dali pot. Voy, nima qilyapti bu Lewandowski akalar? O jinni o'qolaman bu o'yinni qarab. Bitta pas beribdi, gol tashladi o'sha. Birinchi taym tugamadi. Nima qilyapti bu? O'zbekiston murabbiy dahshat ekan. Davay endi o'zing. O'ylach. Mana shu Neymarga ishonmanglar akalar. Ozginadan keyin travma oladi. Voy. Yaxshi. Ana. Opana, pappalam. Birinchi taym bizda o'z nihoyasiga yetdi. Tablodagi hisobni ko'rib turibsizlar akalar. Kim yutyapti akalar? Ko'rasizlar. Sizchi kommentga yozib ketinglar, kim o'ynamoqchi bo'lsa, keyingi videoda obunachi bilan match bo'ladi ekan. Voy, ey, bu Lewandowskiga gap yo'qlar. Voy. Tak. Ketdi. Lewandowski. Qarich gap yo'q, bo'ldi, to'xtab bu yoqqa. Davay, sheva. Voy, to'xtatmay tasha. Paskasini qo'shish kerak bunga, lekin bu biz aybimiz. Bu yerda hozir Kanamini ham aybi bor, ozgincha. Ko'p emas, ozgincha bor. To'g'ri skill qo'shmaydi-da Kanamiga. Hoppana. Mana pas o'tganda lekin men 100% ga o'lirgan bo'lardim. Tak. Hoppa, davay. Pas ber. Voy, unaqa pas berma undan ko'ra. Internetda ham sen xotirish qobiliyatlaring ko'p ekan, sen marazda. Davay. Yaxshi. Sal bo'lsa ham nima deydi, to'sdik, lekin zarba beriladi debdilar. Zarba berilmash kerak aslida. Hop. Shevchenko o'zing ochilmasang bo'lmaydi bu yerda.
Raqib ancha aktivlashdi. Biz o'yinimiz susaydi. Voy, ha, qaytar demoqchi edim, ugilmas ekan hali. Bo'lmasa men plus sotib o'rgan bo'lardim agar bor ugil bo'lganda. Tak. Past qara. Davay. Zidan usuli, vel Zidan usuli. Hatta Zidan usuli. Yerangina qilasan Zidan, to'xta. To'xta. Takbir. Yanapta bas. O'zing yugur Lewandowski demoqchi edim. Pas berib yuboribman. Onamni bu yoqqa. Voy Usmon. Usmon aka endi oltin to'p oldim deb kibrlanib ketmaylik. Mayli aka. Voy. Beckham senga unaqa bo'lmaydi-da. Beckham bo'lmaydi-da. Unaqa paslang. Beckham nima qilyapsan uka? Okam, to'g'ri. Endi bu Lewandowskidan kutsak bo'ladi unaqa pasni-ku, lekin Beckhamdan kutib bo'lmaydi unaqa pasni ekan. Mana bu Neymar ham bir zo'r emas ekan. Neymarda ham gameplay bor. Voy, nima pas beryapsan? Nima pas beryapsan? Nima pas beryapsan? Shunaqa udar pas beradi, akalar. Like bosib qo'yinglar akalar. 2-1 ketyapti akalar. Hech uchun O'zbekiston uchun qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddaman. Like va podpiska esdan chiqmas. Tak. O'yin boshlanyapti, lekin nimadir bo'lyapti-ku. Nimadir bo'lganini o'zi ham bilmaydi. Shu kanami shetlarni to'g'rilamadi, lekin rosa sekin qimillab qo'yadi mashinalar. Hopa, davay. Yaxshi. Lewandowski o'zing ochildi. Sen kech ochildingmi? Mayli, ochilmaganing yaxshi. Lewandowski lekin bitta gol urdi, Yesicha, bitta gol urdi. Buni ham aytib to'xtatdi. Ana. Davay Beckham o'ziga. Hoppa, davay. Goldan kuchlisani. To'xta. Pastı. Varatali. Yaxshi. Xishta tashadi. Mbappe endi nima deysizlar endi. O'yin tugadi akalar. 2-1 hisobida o'yin yakunlandi. Mana ko'rib turibsizlarmi? Rasmga olinglar. Rasmga olinglar bo'ladi. O'yin 2-1 hisobda yakunlandi. Lewandowskiga baho berib ketinglar akalar. Lewandowski qanday o'ynadi? Zo'r o'ynadimi yo nozo'r o'ynadimi? Shuni ham inobatga olib o'tib ketasizlar degan umiddaman. Bu yoqqa e'tibor bermaysizlar. Sizlarga men yordam beryapman mana. 38 marta yutqazib berdim sizlarga. Birinchi divizionga chiqsin deyapman-da. Endi sizlar nima bilsanglar bilasizlar. Ko'rdinglar, men bilan yursanglar shunaqa yutib yurasizlar-da. Hazil akalar. Shunaqa akalar. Короче, video yoqqan bo'lsa o'z fikringizni qoldiring akalar. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Sizlar bilan Efus Power kanali bo'ldi. Yaxshilikda ko'rishganda ko'rishguncha akalar.